Yunusobod tumani Abdulla Qodiriy Hamid Olimjon metrolari o'rtasida joylashgan poytaxt gavhar turar joy majmuasidan 10-qavatda 2 xonali investitsiya uchun zo'r kvartira sotuvga chiqarilyapti. Tashqari atmosferani sharoitlarda ko'rsatilgan bo'ladi. O'zining alohida yer osti parkovkasiga ham ega va shunaqangi o'zining yopiq qo'riqlash hududi ham mavjud. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsalaring, xonadonni kirib tanishib chiqamiz. Xonadonga kirib olganimizda mana bu yerda kengina hovli bor, oshxonasi mana bu yerda joylashgan. Bu yerda demak oshxonasi, hozir Novosibirskda ko'p xabari bor. Elektrlashgan gaz yo'q, faqat katyo'li, lekin alohida katyo'li bor, gazga mo'ljallangan. Kirganimizda bu yerda ovqatdan dam olishchi bo'ladi. Bu tomonda bitta yotoqxona bor. Hop, liftimiz ochiq ma'lumotlarni hammasini aytib o'tib ketamiz. 9-qavatgacha chiqadi. Bu yer 10-qavat, 10-qavatga zinapoyadan chiqasiz. Mansardali kvartira, ochiq ma'lumotimiz. Demak, lekin bo'yini ko'rsangiz bo'ladi. 2 metrdan tepa eng past qismi, bu yoqlari 4 metrdan balandroqda joylashgan. Bemalol bu yerga o'ziz yashash uchun yoki investitsiya uchun qiziqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda zali bor. Hamma jihozlari demak ko'rganlaringiz qoldiriladi. Bu yerda ham konditsioner bor. Alohida mebellari qisqa ma'lumotlardan bittasi yaqin 25-kuni o'zi bu aynan shu kvartiraga $700 ijarachisi kelishib qo'yilgan. $700 bilan ijarachi qo'yib qo'ysangiz bo'ladi agar sizga ma'qul bo'lsa. Bu yerda ham shkafi, xolodilniklari bor va sanuzeli bor bu yoqda. Ko'rsangiz bo'ladi buni ham. Holatini, bo'ylarini. Ushbu xonadonimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi $83 ming AQSh dollari bilan sotuvga qo'yildi. Ushbu xonadonni boshqa xonadonlar bilan solishtirib, ma'qul bo'lsa quyida raqamlarga bog'laninglar. Maslahatlashib, yana kelib ko'rib, egasi yuzma-yuz gaplashib, savdolashib ko'rsangiz bo'ladi.